2025 yilning 29-oktabrida Mening yurtim tomoshabinlarini Sevimli Qodirxon Togri yo'l serialining yangi qismi kutmoqda. 10-mavsumning 28-qismi ayniqsa voqealarga boy bo'lishi kutilmoqda. Intriga, kutilmagan burilishlar va hissiy lahzalar yana tomoshabinlarni qahramonlar bilan hamdard bo'lishga undaydi. Har bir qismda o'z prinsiplariga sodiq qolish va murakkab vaziyatlarda kuch topish qanchalik muhimligi ko'rsatiladi. Ushbu qismda asosiy qahramonlar orasidagi munosabatlar rivoji diqqatga sazovor, ularning ichki kechinmalari va haqiqatga intilishi hikoyaning markaziy chizigiga aylanadi. Ssenariy mualliflari drama va yengil lahzalar o'rtasida mohirona muvozanat yaratgan, shuning uchun serial tomoshabinlarning qiziqishini saqlab qoladi. Aktyorlar ishlari alohida ta'sirli, har bir obraz chuqurroq ochiladi, hissiyotlar samimiy va ishontiruvchi tarzda yetkaziladi. Qodirxon Togri yo'l bu seriallarning biri bo'lib, unda syujet tabiiy rivojlanadi va har bir qism yangi kashfiyotlar olib keladi. Oldingi mavsumlar bilan tanish tomoshabinlar ham bu yerda yangi g'oyalar va kutilmagan syujet burilishlarini topadilar, bu esa tomoshani qiziqarli va hayajonli qiladi. Ushbu qism serial muxlislari uchun haqiqiy sovg'a bo'ladi va tez orada keyingi qismni ko'rish istagini uyg'otadi.